Mas'uliyatni o'z zimmasiga olish nima o'zi? Bu qanday qilinadi? Men ishonchga loyiq bo'lishim lozimligini bilaman, lekin bunga qanday qilib erishishim mumkin? Men sizlarga maqsadga erishmoqingiz uchun 100 emas, birgina qadamni taklif qilaman. Ushbu qadamni qo'yganingizdan so'ng menga murojaat qilasiz va men sizga ikkinchi qadam haqida so'zlab beraman. Lekin hozir bu haqda o'ylamaymiz. Demak, birinchi qadam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qachon payg'ambar bo'ldilar? Necha yoshda? 40 yoshlarda. 40 yoshlarda ular da'vat qilishni boshladilar. Ular bu paytgacha Makka da yashaganmidilar? Ha, yashagandilar. Odamlar bu paytgacha ularni tanisharmidi? Odamlar ularni qanday atashardi? Odamlar ularga chiroyli nomlar berishgan edi. Xo'sh, qanday nomlar? As-Sodiq va Al-Amin. Ular 40 yoshlargacha odamlar bilan islom haqida gaplashganlarmi? Yo'q. U zot atrofdagilar bilan birgalikda tijorat qilardilar, yashardilar, atrofdagilarga do'st va qo'shni edilar. Ular bilan birga ovqatlanardilar. Har kuni odamlar bilan gaplashardilar, ularga yordam berardilar, qurbonliklar qilardilar. Ular atrofdagilar bilan birgalikda 40 yilni o'tkazdilar. Odamlar ularni sodiq va amin sifatida bilishardi. Ular butun shaharda Muhammad sallallohu alayhi va sallam eng ishonchli odam deb bilishardi. Bu paytlar ularni hali Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb chaqirishmas edi.